Dersimizi davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş endeki mavzamında. Yani Çiğsağa 2019 yıl 12. ayının 7. günü haftiga şembe. Mavzumunda vatandaş iyi şiittin. Bugün Amerika-Cungo münasebetinin yeni soğuk münasebetle uğraşa qarab yüzlenişini kabul kılanmaydı. Bu mavzuluk haber 12. ayının 6. günü Duvitor beti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Ben vatandaşlarda pilotman Duvitor beti Xitayning o'zidan tor beti cuma. Biz bu G'arb dunyosidagi siyosatning aksi ta'sirini Xitoy tarafdan ko'rib turibmiz vatandaşlar. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palatasi 2019 Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasini ma'qulladi. Orqadan Jungo taraf orqa-orqadan javob qaytirib, Jungo mamlakatlik xalq vakillar qurultayi, Tashqi ishlar komiteti, Jungo mamlakatlik siyosiy kengash, Tashqi ishlar komiteti, Jungo tashqi ishlar ministerligi, Jungo davlatlik zo'ravonlikqa qarshi turish ishxonasi, Jungo davlatlik milliy ishlar komiteti, Şinjan Uyghur Abnum Raylık Xalq Vakillar Qurultayi, Şinjan Uyghur Abnum Raylık Siyasi Kengash qatarlık Jungoda alaqadar organlar ve bölümler arka-arkadan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Ava palatasının Uyghur kishilik huquq siyosat qonun loyihasi ma'qullaganligini aybladi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi axborot ishxonasining bayonotchisi Hua Chunying 12. ayning 4. kuni mundaq dedi. Biz Amerika tarafga nasihat qilamizki, xatolikni darhol tuzatib elishi lozim. Şinjanga munosabatlik bu qonun loyihaning rasmiy qonunga aylanishi cheklanishi lozim. Şinjan masalasidan foydalanib Jungoning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishi lozim. Jungo taraf vaziyatning taraqqiyotiga asoslanib qadam-qadam javob qaytardilar. Jungo davlatlik televiziya stansiyasi ve Jungoning aloqador organlari ve aloqador matbuotlari orqa-orqadan 12 qatam bu qonun loyihasi to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlariga javob qaytardi. Bundaq javob qaytarishning darajasi bundan burun 11. ayning 19. kuni Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasida ma'qullangan Shanganli kishilik huquq ve demokratiya qonun loyihasidan keyingi Jungo Xalq Vakillar Qurultayi, Jungo Siyosiy Kengash, Shangang Omun ishxonasi qatorliq organlarning orqa-orqadan 7 qatim ifoda qaytarishiga o'xshab qoldi. Hamda Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasining Shangang masalasi to'g'risida Shangang kishilik huquq demokratiya qonun loyihasi ma'qullashiga qarata 12. ayning 2. kuni Jungo taraf Amerika harbiy parxodlarining Shangangga berib dam olish va remont qilish iltimosini rad qildi. O'xshashda Amerika Demokratiya Fondi jamiyati Amerika Xalqaro ishlar demokratiya komiteti qatorliq hukumatsiz tashkilotlarga Jungo hukumati embargo yurgizmoqchi bo'ldi. Şinjan meselesi, yani Müstemlik Uyg'uriston meselesi, Shangang meselesidan boshqa Amerika Jungo savdo suhbati ham yaqindan beri qotmal holatga tushib qoldi. Amerika Jungo ikki davlatning birinchi bosqichliq kelishim imzolashi kechikib ketdi. 12. ayning 3. kuni Angliyada Londonda NATO'ning yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashayotgan prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo savdo suhbati birinchi bosqichliq kelishim kelar yili 11. oyda o'tkaziladigan Amerikadagi prezident saylamidan keyin qaysi bir vaqtga imzolanishi mumkin. Huawei şirketi to'g'risida muxbirlar savol qo'yganda prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Men haqiqatan Huawei şirketini bundaq hisoblayman. Bexatarlik uchun bir yoshoran ofatdir. Huawei şirketi bexatarlik uchun bir yoshoran ofatdir. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Men Italiya taraf bilan so'zlashdim. Qaraganda ular bundaq qilmaydi. Men boshqa davlatlar bilan so'zlashdim.
Başka devletler bilen sözleştim qaraganda ulamı davamlı mında kılmaydı. Amerika-Cungo münasebetiga dört taraftan otutaştı. Değişki buludu. Siyaset, iqtisod, harbiy ishlar qatorli sohalarda ikki davlat munosabati butun sap bo'yicha jiddiy holatga kirdi. Ba'zilar bunday hisobladi. Jungo Şinjan yani Müstemlik Uyg'uriston Shangang meselesida Amerikaga javob qaytarishning darajasi va ko'lami burunqi har qanday vaqtdagidan oshib ketdi. Davomini anglash hurmatli vatandosh.